aziz va mehribon qamlarim, aziz dinog'alarim, kuylaymiz sig'may, sizlar mehribon qamlar tapqush bo'lib, mana kechani chog'ida qamlar onajon, otajonlar, bobo ajdodlar, biloxira jiyanlar, ukalar, akalar, tamoman qamoyki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb ularni faryod zamin turli soliyan qo'y. Biloxira Afg'oniston, undan sonra musofirlar jahon ekan, qo'y bostondan har joyda yashaydilar. Sizlar mana rasmiy taqdim bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Satdigan Sapaya Anxoy Boston Muhammad Bobir doya. Aziz og'alarim, hamkorim, qattiqlar jasurlar. Aziz birodarlarim, inakoy, inaklam, Alloh jalla jalalohu shunda seti basta kulib o'ynab bizlarni yetkazsin. Birodarlar, Palatin bo, G'azza bo, musulmonlar darvadar qochmaslar. O'shalarni aqim mana shu kechalarda inshaalloh mana Araplarda va o'zlari nonustan, namozustan shu irajo'sha bilan o'shalarni aqim duo qilib bechoralar mana ko'rib o'tirib biz sabalada darvodarlik qo'ymadan Xudovand shu musulmonlarni ham rahmini etsin birodarlarim. Alloh jalla jalalohu neki borak etsin. Yashang Muhammad Bobir doya, lapjab bo'ling doimon, qamni jamlab, aziz qamlar muborak Eid Qurbon, halol topib, qo'ylar so'yib, qilib yuring nushijon, qamlar bir-biriga asan-usanday bo'lib qoling, mehribon, Anxoy Boston, asan-usan, o'zbek qam bilan turkmon. Assalomu alaykum. Yor bo'lsin siz bizga, Qodir egamiz Rahman.